Qo'shni pechonilar. Endi sizlar uchun har xilidan. Margarin solamiz. Olti tezlikda ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab oppoq bo'lishi kerak. Taxminan 10 minut davomida ko'pirtiriladi. 200 gram oq mayizni qaynoq suvga botirib qo'yganmiz. Yumshoq qilib beradi. Un 1 kilo 200. Qabartni. Pudra solamiz endi. Oz-ozdan solishimiz kerak. Sal pasaytiramizda mikserimizni. Tuxum solamiz. Un 1 kilo 250. Mayiz solamiz endi. Mayizlarimiz yumshoq. 2,5 sm razmerda solib chiqamiz, tumalaq qilib. Soatga 180 gradusda pechga qo'yib pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa rangda qizartirib olamiz. Soshniligi vahshiy zo'r. Mayizlar bilan vahshiy zo'r ketadi. Toza sливочный bo'lishi kerak, xona haroratida. Shakar solamiz. Kuruzniy kraxmal, vanilin ekstrakti, sut aralashtiramiz endi. Mana xamirimiz tayyor. Sal qattiqroq bo'ladi, chunki bu qumur pechoniyda. Nasatga solamiz. Bizga ikki xil nasatga kerak bo'ladi. Shunaqa buralgan tishligidan, oddiygidan kerak. Tishsiz. Aylantirib solamiz. Nasatkani taqay ko'rinishida solamiz endi buni. Pista sepamiz. Uchlariga 160 gradus yarim soatga qo'yib olamiz. Pechonilarimiz pishib chiqdi. Endi shokoladlarga botirib olamiz.